Hali uylanmadingmi? Uylangandan keyin gaplashaman. Yo'q, gaplashmayman bungacha. Nimaga? Shoshing to'kilishini ko'rmoqchiman nima narsa. O'sha payt shu. Ya bugun prichoska qilyapsiz-ku mana. Pricheska qilganim. Men tepaga ko'taryapsiz-ku o'zingiz. Ha, o'zingiz ham. Ya bo'pti, ishdan gaplashaylik. Qalay bo'lyapti? Bo'lyapti sekin. Kamchilik yo'q? Yo'q, kamchilik. Hech mana suvdagi shogird olganmisiz? Mana o'zim charchab qolganman deb his qilganmisiz? Shogirdlar chida olmaydi. Nimaga shunchalik? Qiyin. Ish qiyinmi? Yo'q, qarang, ish qiyinmi? Sizga chidash qiyinmi? Qaysi biri? Menimcha ish qiyin bo'lsa kerak. Menga chidash qiyin. Siz chidayapsiz. Men chidayapman endi. Bizda qiyinchilik ko'p, sal qiyinchilik ko'p. Bu necha yillik mehnat aka? Borlar 15 yil, 20 yil. 15 yil. Nimalarga erishdingiz shuning orqasida? Maychiliklar qildik, uylar remont qildik, kamko'slar to'ylar qildik. Yana savol. Yangamga oxirib o'tirmasa sovg'a berdingiz. Qaytlik berdim bo'ldi-da. Nima yaqin orada shu-da. Pulda berdingizmi yo? Pulda berdingizmi, gulda berdingizmi? Pulda. Ayol kishiga pul kerak ekan. Mana sizga savol-da aka. Agar imkon bo'lsa 20 yil avvalgi o'zingizni uchratsangiz, uni nimalar bilan ogohlantirgan bo'lardingiz? Qaysi ish qil, qaysi ish qilma derdingiz? Bu savolingga juda qiyin javob berish. Xato qilmagin deyardim, ko'proq xato qilmagin deyardim. Aynan qaysi xato? Endi qilgan xatolarni kamroq qilgin deyardim. Shu. Qarang, bolaligingizda eslatamiz, shirin xotiralarni eslatamiz. Aniq bilaman esingizda. Dadangizlardan yoki oyingizlardan eng qattiq gap eshitganingiz qaysi qilgan ishingiz uchun bo'lgan? Kalta yeganmisiz hech bolalikda? Ha, yeganman. Nima uchun urganlar? Kech qolganimga-da. Kech kelgansiz. Hozir otangiz bormi yo'qmi? Yo'q. Bo'lsalar nima derdingiz? Nima deyardim? Birinchi ochishda kechirim so'rardim qilgan ayblarimga. Bo'ldi, shu. Yaxshi ko'rib. Kechirim so'rardim. Birinchi Sog'indingizmi? sog'indim. Bitta savol qiziqtiradi meni. Uy-joyingiz bor. Farzandlaringiz bor. Siz ham otalik maqomidasiz. Otaga ham otani o'rni bilinadimi? Bilinadi yo'llar. Qaysi holatlarda dadam bo'lsa edilar deysiz? Ozgina siqilgan payti ko'proq o'ylaysiz-da. Dardingizni yetagan odam bo'ladi-da. Ha. Tushunadigan odam bo'ladi, boshqasi tushunmaydi. Salomat bo'ling. Bugun suhbatimiz bani boshqacharoq chiqdi. Ya bunchalar zo'r.